Yusuf qizning qo'lini bog'lab qo'ygach, unga qaradi. Osiyo hali ham hissiz, bir nuqtaga termulgancha hissiz turardi. Rostdan og'rimadimi? Yusuf nonga kulib so'radi. Bular tuzaladi, lekin qalbimchi? Osiyo gapini tugatgach, ko'z yoshlarini artdi. Yusuf boshqa gapirmay o'rnidan turib, eshik tomon yurdi. Undan nima topdingiz? Yusuf ortiga o'girildi. Menda yo'q nima bor ekan unda? Bas qil. Nega uni sevdingiz? Nimasi ustun? Ayting. Men ham bilmay nega rad etilganimni. Men ham bilay nega rad etilganimni. Osiyo yig'lash barobarida gapirardi. Keyin to'xtab, ko'z yoshlarini artdi. Eshitishni istaysanmi? Yusuf qo'llarini mushlab asabiy holda shunday dedi. Ha, qiz dadil javob berdi. Yusuf Osiyoga yaqinlashish barobarida gap boshladi. U sendan aqlliroq, u sendan latofatliroq. Labidagi qizil bo'yoqni ko'rdingmi? Men unga kasal bo'lganman. Senga o'xshab har narsaga yig'lamaydi. Aida juda qat'iyatli qiz. Ko'z yoshlarini qurol sifatida ishlatmaydi. Vijdonsiz. Sen hali ham meni yolg'on rol o'ynayapti deb o'ylayapsanmi? Xudo jazoingni bersin. To'yib ketding hammasidan. Meni istamasang javobimni ber. Jon deb javobingni bergan bo'lardim, lekin akang bor-da, shunday ekan tishingni tishingga qo'yib yashaysan. Osiyo xonim, ha, tilingga ko'p erk beryapsan. Ering ekanligimni unutib qo'yyapsan, shekilli. Bu oxirgi marta kechirishim. Keyingi safar ayab o'tirmayman. Endi yotib uxla. Yusuf shunday dedi-yu, qizning gapini eshitmay xonadan chiqib ketdi. Yusufning xonasi Osiyoning xonasi bilan yonma-yon edi. Osiyo kechasi bilan uxla olmadi. Yon xonada Yusuf bilan Aidaning ehtirosli ovozlari juda ham baland eshitilayotgandi. Osiyo boshqa chidolmadi. Yuragi siqilib bir joyga sig'may qolgandek bo'ldi. Keyin pastga uyning bog'iga tushdi. Ko'zlaridagi yoshlar hali ham shashqator bo'lib oqayotgandi. Osmonga qarab gap boshladi. Bilmayman oyijon, men xato qildim. Uni tanlab adashdim. Lekin dadam doim qalbingga quloq tut. Uning aytganini qilsang halovat topasan derdilar. Axir dadam ham qalbiga quloq tutib siz bilan baxtli bo'lgan-ku. Nega men baxtli bo'la olmadim? Men juda charchadim dadajon. Akam yonimda emas. U endi meni yo'q deb hisoblaydi edi. Axir siz meni unga omonat qilgandingiz. O'g'lingizni qarang, mendan yuz o'girib oldi. Qaniydi yonimda bo'lganingizda bunchalik qiynalmagan bo'lardim. Meni bu darajada yerga urmasdi. Hech bo'lmaganda akam mendan voz kechmasa edi. Bu uydan ketganim bilan boradigan joyim ham yo'q. Yana jim bo'lib hiqillab yig'lay boshladi. Biroz yig'lagandan keyin ko'z yoshlarini artib chuqur nafas oldi. Yo Allohim, men qanday chidayman bularga, dedi hafsalasiz. Keyin noiloj yana ichkariga kirdi. Osiyo qanday qilib tunni kunga ulaganini o'zi ham bilmaydi. Bugun ham hissiz uyg'ondi. Kunlik ishlarini qilishga tushdi. Doimgidek nonushta tayyorladi. O'ziga qahva damlab nonushta qilishni boshladi. Yusuf tepadan ko'ylagining tugmalarini o'tkazib tushib kelardi. Osiyoni pastda ko'rib hayron qoldi. Tinchlikmi ertalabdan? Qosh chimirib so'radi. Osiyo hech narsa demay nonushta qilishni davom ettirdi. Sendan so'rayapman, Osiyo. Nimadir bo'lishi kerakmi? Oddiy nonushta qilyapman. Osiyo olgan javobidan keyin u ham dasturxonga o'tirdi. Har kuni nonushta qilmay ketadigan erkak bugun u bilan bir dasturxonda edi. Aidani xonasiga olib chiqib berasan, keyin nonushtasini. Yusuf ovqatlanish barobarida shunday dedi. Yo'q. Osiyo beparvolik bilan javob berdi. Haddingdan oshyapsan, sezyapsanmi? Sizmi, menmi? Osiyo. Yusuf asabiy o'rnidan turdi. Nima? Men bilan to'g'ri gaplash. Men hali yomon gaplashmadim-ku. Muomalangni to'g'rila. Gap qaytarish o'rniga. Qachon gap qaytardim? Aidani nonushtasini xonasiga olib chiqib ber va tamom. Yusuf shunday deb kostyumini oldi, eshik tomon yurdi. Yo'q. Yigit qo'llarini mushlab orqaga burildi. Men kundoshimga xizmat qilishga majbur emasman. Aytdimmi, qilasan. Men qilmayman. Kerak bo'lsa, o'zingiz qiling. Menga qara. Yusuf shunday deb asabiy holda qizga yaqinlashdi. Keyin Osiyoning iyagidan mahkam siqib o'ziga qaratdi. Men aytganlar muhokama qilinmaydi, bajariladi. Osiyo uning ko'zlariga tikilib qarab turardi.
Yusufning nigohlari yana uning ko'zlariga tushdi. Keyin darrov ko'zlarini olib qochdi. Qizni qo'yib yubordi-yu uydan chiqib ketdi. Osiyo nonushta olib chiqmadi, lekin Aidadan darak bo'lmagach, uning oldiga xavotirlanib kirdi. Xonaga kirganda qiz yotoqda hushsiz va kiyimsiz yotardi. "Hoy senga nima bo'ldi?" Osiyo qizning yuzlariga yengil urib o'ziga keltirishga urinib gapirdi. Natija bo'lmaganidan keyin Aidaning yuziga suv sepdi. Aida holsiz ko'zlarini ochdi. "Yaxshimisan? Gapirsang-chi, og'riyapti." Aida shunday dedi-yu yig'lay boshladi. Qayering og'riyapti?" Javob bo'lmaganidan keyin Osiyo xavotir bilan qizning ustidagi yopinchig'ini ochdi-yu ko'zlari katta-katta ochildi. Aidaning belidan past qismida ko'karmagan joyi qolmagan edi. Tagi ham qon bo'lib yotardi. "Bu u qildimi?" Osiyo titrab so'radi. Aida zo'rg'a bosh irg'atdi. Shifoxonaga boramiz. Tura olasanmi?" Osiyo sarosimada nima qilishni bilmay shunday dedi. Bilmayman." Aida yig'lab zo'rg'a javob berdi. Osiyo uning qurib qolgan lablarini ko'rib darhol unga suv berdi. Keyin amallab turishiga va kiyimlarini kiyishiga yordamlashdi. Birga shifoxonaga borishdi. Osiyo Yusufdan shu qadar nafratlana boshlagan ediki, tinmay o'ziga o'zi "Axir qanday qilib bir ojizaga bunday qilish mumkin?" degan savolni berardi. Nihoyat shifokor ichkaridan chiqdi. "Siz kim bo'lasiz, singlim?" deb so'radi Osiyodan. Osiyo nima deyishni bilmay qoldi. "Dugonasiman." Shunday dedi-yu chuqur nafas oldi. "Uni kim bu ahvolga solganini bilmaysizmi? O'zi aytmayapti bizga." Osiyo bir zum o'ylanib qoldi. "Bilmayman." Shunday dedi-yu oson qutuldi. "O'zi yaxshimi doktor? Nima bo'lgan ekan?" Juda kuchli zo'riqish. Axir u bir ojiza ayol bo'lsa, qaysi hayvon qilgan bu ishni? "Qachon uyga ruxsat berasizlar?" Osiyo gapni boshqa tomonga burib so'radi. 2-3 kun qolsin. Agar holati yaxshilansa, keyin ruxsat beramiz." Osiyo xo'p deb qo'ydi. Keyin Aidaning yoniga kirdi. Aidaning og'rig'i dorilar sabab ancha yengillashgandi. "Ancha yaxshimisan?" Osiyo hijolat bilan so'radi. "Rahmat senga. O'laman deb o'ylagandim." Osiyo hech narsa demay, arzimaydi degandek jilmayib qo'ydi. "Yusuf, u bilan qachondan beri er-xotinsan?" Osiyo qizning yuziga qarab so'radi. "Er-xotin emasmiz." "Nima? Axir birga." Osiyo "Men bular haqida ayta olmayman. Iltimos meni qiynama." "Shunchalik qo'rqasanmi?" "Yusuf juda yomon odam, juda ham." Aida shunday dedi-yu yana yig'lay boshladi. "Yig'lama iltimos." Osiyo qizni yupatishga urinib qo'llaridan tutdi. Menga yordam ber. Men Turkiyadan ketmoqchiman." "Tushunmadim, nega?" "Shunchaki ketishimga yordamlash. Faqat savol so'rama, iltimos. Men bu yerda o'lib ketishni istamayman." Aidaning gaplarini eshitib o'tirgan Osiyo nima qilishini ham, nima deyishni ham bilmasdi. "Iltimos qilaman, Osiyo." Osiyo oxiri rozi bo'ldi. "Qachon ketmoqchisan?" "Bugun hoziroq. Lekin hujjatlaring..." Osiyo gapini tugatmasdan Aida gapirdi. "Hujjatlarim sumkamda, lekin pulim yo'q. Menda bor. Sen damingni olib tur, men hal qilaman o'zim." Osiyo shunday dedi-yu qizning hujjatlarini olib shifoxonadan chiqib ketdi. 2 soatda chiptani olib, jomadon bilan qaytib keldi. 3 soatdan keyin samolyoting uchadi. Yur, aeroportgacha olib borib qo'yaman. Xavfsiz bo'lsin. Ko'nglim ham xotirjam bo'ladi. Rahmat senga, Osiyo." Aida shunday deb Osiyoni mahkam quchoqladi. Osiyo aytganidek uni aeroportgacha olib borib qo'ydi. Xayrlashish paytida Aida yig'lay boshladi. "Osiyo, maslahatim u uyga boshqa borma. Yusuf juda yomon odam. Juda ham. Sen ham yur, bora olmayman. Undan ko'ra nimani bilsang ayt. Yusuf odam o'ldirishdan ham toymaydi. Seni ayab o'tirmaydi, Osiyo. Iltimos, o'zingni asra. Sen uchun har kuni duoda bo'laman. Seni menga Allohning o'zi yetkazdi." Aida shunday deb Osiyoni quchoqlab xayrlashdi. Keyin ro'yxatdan o'tib samolyoti tomon yo'l oldi. Osiyo samolyot uchib ketgungacha aeroportdan jilmadi. Keyin xotirjam uyga qaytdi. Uyga kelayotgan soatga qaradi. Hali endi 17:00 bo'lgandi. Eshikni ochib ichkariga xotirjam kirdi. Qarshisida turgan Yusufni ko'rib joyida tosh qotdi. "Yusuf, qachon keldingiz?" Osiyo qo'rquvini yashirishga harakat qilib so'radi. "Kutmaganmiding?" Yusuf qo'lidagi sigaret tutunini puflab so'radi. Shunchaki so'radim. "Qayerdan kelyapsan?" Yusuf o'tirgan stolida turib qizning yoniga yaqinlasha bordi.
Men shuncha tashqariga chiqqan edim. Yo'q. Yusuf Osiyo bilan o'rtasidagi masofani tobora qisqartirardi. Jon Osiyo, bilaman, Aidaning yonidan kelyapsan. Menga ayt-chi, mitta aqling bilan uni qayerga yashirding? Qahramon qizaloq. Osiyoning qo'rquvi tobora ortib borardi. Men bilmayman, nega bunday yaqin kelyapsiz? Osiyo, rostini ayt. Va'da beraman, urushmayman. Keyin istasang birga uxlashimiz ham mumkin. Yusufning oxirgi gapi Osiyoga juda qattiq tegdi. Men siz bilan bir havoda nafas olsam bo'g'ilib ketyapman. Siz nimalar deyapsiz? Osiyo gapni burma. Aida qayerda? Yusuf muloyimroq bo'lishga harakat qilib gapirardi. Ketdi, Turkiyadan ketdi. Men ketkazib yubordim, bo'ldimi? Yusufning ko'zlari katta ochildi. Nima qilding? Baqirib so'radi. Ketkazib yubordim. Siz qanday insonsiz, Yusuf? Qanday qilib bir Osiyoga bu darajada qilasiz? Yusuf qizning iyagidan mahkam tutib o'ziga qaratdi. Menga qara, Osiyo, hoziroq ovozingni o'chirib ko'zimdan yo'qol. Qara, akangning hurmati o'zimni zo'rg'a ushlab turibman. Hozir bir nima qilib qo'yaman seni. Shunday dedi-yu, qizni siltab qo'yib yubordi. Osiyo boshqa hech narsa demay xonasiga chiqib oldi.